Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Boshpana TV kanalini ko'ryapsizlar. Men sizlarga 58 ming dollarga to'rt sotuvli tayyor uy-joylari bilan faqat remontlarni qilib olish kerak bo'ladi. Toshkentga bir qadam joydan zo'r uy topib qo'ydim. Narxi ham zo'r. Hattoki puli yo'qlarga ozgina variantga ham beraman dedilar. Ma'lum bir qismini berasiz, qolgan ma'lum bir qismini esa bo'lib to'lab olsangiz ham bo'ladi. Yaxshi joyda, mana mahallalarni ko'ryapsizlar. Chiroyli mahalla, asfalt, gaz, svet, suvdan muammo yo'q, maktab, bog'chadan muammo yo'q, yaqin atrofda ekan. Toshkent viloyati, Toshkent tumani Chuvalachida Betonkagacha, shahar Betonkagacha sho'tdan 5-6 kilometr masofa ekan. 6 kilometrdan o'tmaydi, 5 kilometrcha ekan. O'sha anaqagacha, nima deydi? Postgacha, Hasanboy postigacha. Chuvalachi mahallasidamiz xullas. Ko'ryapsizlar, asfalt, hammasi zo'r. Aynan shu xonadon sotilyapti. Zo'r qurilgan ekan, sifatli mahsulotlardan qurilgan ekan. Faqat bitirib olishingiz kerak. Korobka holatda turibdi. To'rt sotuv yer maydoni. Boshpana TV kanalini ko'ryapsiz. Kanalimga obuna bo'lmasdan ko'rayotgan bo'lsangiz, obuna bo'lish tugmasini bossangiz, shunaqa zo'r joylarda Arg'ilidan suv oqib turibdi, ko'ryapsizlar. Aynan shunaqa joylardan zo'r uylarni kuniga 2-3 talab qo'yyapman. Kanalimga obuna bo'lib oling. Sizga ham balki meni kanalimdan zo'r uylar nasib qilar. Agar siz uy joyi sotmoqchi bo'lsangiz, tepada nomerim 97 kodi bilan 422 27 75 telefon qilsangiz o'zim javob beraman. Uy joyimni sota olmay qiynalib yuribman deganlar juda ham ko'p. Borib o'zimiz obzor qilib sotilishiga sababchi bo'lib qolamiz. Hattoki men obzorimdan keyin men videoni qo'ydim, ertasi kuniga sotganlar bo'ldi. Oldi berdini berishmadi, qiyomatda olamiz. O'zi arzimagan pul bizaniki, ya'ni 3-4% emas. Ketdik. Birovning haqqi birovga buyurmaydi-ku baribir. Bismillahirrohmanirrohim. Fasadimiz 10 metr ekan, orqa tarafi 13 metr ekan. Kelinglar, aynan shu joy. Bu yerda endi obod qilib olasizlar, bu yerda obod qilib olasizlar. Yaxshi taxtalardan qilingan, misol uchun-da yaxshi mahsulotlardan qurganman dedilar. 4 ta xona, alohida oshxona, studiyniy juda ham katta oshxonasi bor va orqa hovlisi bor. Kelinglar, men birinchi orqa hovlini ko'rsataman, keyin uyni ichkarilarini ko'rsataman. Pastda egalarining nomeri, pastdagi nomerlar, egalarining nomeri yozib qo'yganmiz. Uy egalarining nomerida bemalol telefon qilib, savdolashib, xarid qilsangiz bo'ladi. Balki yana tushirib berarlar. Menga 60 dedilar, yo'q aka, 58 ming qo'yaylik deb 2 ming dollar men savdolashdim. Siz ham pastdagi nomerlarga telefon qilib bemalol savdolashsangiz bo'ladi. Bu orqa hovlisi. Zeleniy zonasi bor, pastda podvoli bor, betonlab, chotki, moshning qilib, baqvat qilib o'zim uchun qilganman dedilar. Bunaqani sotib olish uchun bundan narsalar ishlatilmagan. Zo'r qilib men o'zim uchun qilyotgandim. Shu xizmat bilan boshqa joyga bizani jo'natishdi. Oila bilan boshqa joyga ketdik. Bu yerda endi shu holatda sotyapman dedilar. Ketdik, ichkarilarni ko'rsataman. Mana akfa romlar yaxshilardan qo'ygan ekanlar. Tower Plastmi nima? O'sha kompaniyaning romlarini qo'ygan ekanlar. Xo'p, o'rtoqlar, siz ham uy joyi sotish kerak bo'lsa, tepadagi nomerlarga telefon qiling, o'zim javob berib, sotilishiga sababchi bo'lsak, xursand bo'lamiz. Videoni tagida Instagram bilan Telegram kanalimning silkalari bor. O'tga kirsangiz, men har bitta videoni qo'yaman, adreslarini, lokatsiyalarini ham Telegram kanalimga tashab qo'yaman. Xo'p, endi uy ichkarisiga kiramiz. Uy ichkarisiga kiramiz. Keng koridori bor, o'ng tarafda zali bor. Mana ko'ringlar. O'ng tarafda zali bor. Tepalarini ham mana ko'ryapsizlarmi? Yaxshi taxtalardan, baqmatlardan qo'yganlar. Bu yo'lning remontlarini endi o'zingizning didingizga moslab, pulingizga moslab qilaverasizlar. Bu tarafda oshxonasi studiyniy qilingan. Bu yerda bemalol bu yerda ovqatlanib, ovqat tayyorlab, ovqatlanib, bemalol yeb ichsangiz bo'ladigan joy, kattagina. Bu tarafda bo'lsa 3 ta yotoqxona joylashgan mana. Bu yerda bitta detskiy, bu yerda родительский spalniy ekan, o'zini sanuzellari ichida ekan va bu yerga garderobni, shkaflarni qo'ysangiz bo'ladi va bu spalniy kattalar yotoqxonasi. Endi bu tarafda detskiy mana 2 ta. Ko'ryapsizlar? Keng orqa hovliga qaragan oyna romlari bor, havo aylanishlari, yoruvchishlari yaxshi, svet yo'ligi uchun. Hozir biz endi ularni sekin ulab o'zingizlar bitirib olasizlar. Uy korobka holatida turibdi sababi. Bu yerda katta, endi bu qorong'u ko'rinmayapti. Bu yerda umumiy sanuzel joylashgan. Xo'p, bu xonadonimiz qayerda joylashgan? Toshkent viloyati, Toshkent tumani, Chuvalachi mahallasida joylashgan. Hasanboy postidan 5-6 kilometr masofada turibmiz. Mahallani ko'rdinglar. Asfalt, gaz, svet, suvdan muammosi yo'q. Maktab, bog'cha hammasi yaqin ekan. Xullas, bu yerda bitirib olib, maza qilib yashash kerak bo'ldi.
havolari ham zo'r. Pastdagilar nomeri narxi 58 ming, bo'lib berishga ham hattoki beraman. 30 ming boshida berasiz. Qolgan 28 mingni egalari bilan kelishib, bo'lib to'lab olsangiz bo'ladi. Bunaqa variant hamma joyda ham yo'q, o'rtoqlar. Bemalol aloqaga chiqib, savdolashib xarid qilsangiz, biz xursand bo'lamiz. Sizni ham uy joy sotish kerak bo'lsa, mana shu raqamlar meni nomerim 97 kodi bilan 422 27 75 telefon qilsangiz, chiroyli qilib obzor qilib, uy joyingizni biza faqat uylarni emas, kvartiralarni ham, quruq yerlarni ham obzor qilamiz. Ko'pchilik so'raydi, siz faqat uchastkalarni reklama qilasizmi? Yo'q, domlarni ham, kvartiralarni ham, yerlarni ham reklama qilib sotilishiga sababchi bo'lyapmiz. Juda ham ko'pchilik manfaat ko'ryapti. Chiroyli arzon narxlarda qilib beramiz. Demak, keyingi boshpanalarda chiroyli uylarda ko'rishguncha sog' bo'lasizlar.